Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Bugun bizda shanba va Paplanu bolalarni aylantirishga olib chiqadigan kunimiz. Biz hozir aylanishga ketyapmiz. Har shanba shunaqa dogovor qilganmiz. Ahsan xonim har kuni o'qishga borsalar, dushanbadan jumagacha alpasdan. Keyin shanba kuni borib aylanadigan kunimiz. Kinoga borgilari keldi bugun qizimmi, faqat o'g'lim kichkina bo'lgani uchun kinoda o'tirmaydi ko'p, o'shaning uchun boshqa joyga borishga qaror berdik birga. Endi savollarga javob berishga kelsam, ancha savollar yig'ilib qolgan edi. Nima uchun Turkiyani tashab, shundoq Turkiyani tashab Toshkentga ko'chib keldingiz degan savollarga javob bersam. Bugun shu savolga javob beray, chunki juda ham batafsil javob beraman. Nimaga batafsil? Chunki Instagramda ham ko'pchilik qizlarimiz, musofirda yurgan qizlarimiz, ular ham juda ham xohlashar ekan ko'chib kelishni. Kameram silkinadi ko'p, e'tibor bermaysizlar, bizani bitonka. Ko'chishim, qaror olishim oson bo'lmagan. Juda ham qiyin nimalardan o'tganmiz. Qaror olishdan va lekin 11 yil mana Turkiyada yashagan bo'lsam, har doim men vatanimni sog'inib, har doim bu yoqqa kelib shu yerda yashashni orzu qilardim. Hattoki intervyularimni ham ko'rsanglar, intervyularimda ham aytganman, qaniydi ko'chib kelsang, Erjon bilan birga shu yerda yashasak bolalarimiz bilan deb, shunaqa intervyu bergan joylarim ham bor. Ko'p duo qilganman Xudoyimdan, xayrli bo'lsa nasib qilgin deb, xayrli bo'lmasa mana shu sog'inchimni olib tashagin, shu yerga o'rganib ketay deb rosa duo qilganman. Keyin xo'jayinim o'zlari bir kun endi ko'rib meni postoyanno sog'inishimni qatdan ko'rardilar. Har yoz kelganimda Toshkentga xafa bo'lib, yig'lab qaytib ketardim. Ular ham aytdilarki, ras o'rgana olmayotgan bo'lsang, birga keyin ko'chib ketaylik dedilar. Men umuman shok bo'lganman bu takliflariga. Keyin qo'rqib bosgan. To'g'ri qilyapmanmi, yo'qmi deb, qariyli 11 yil orzu qilib yurgan bo'lsam, keyin uje davay ko'chamiz deganlarida, uje menda voy to'g'ri qilayotganmikinman, men shu yerda qolganim yaxshimikin deb ikkilanishlar boshlangan. Ko'pchilik ko'chib kelganlarni qidirib, so'rab, surishtirib, ular bilan ham gaplashganman. Hattoki blogerimiz bor ekanlar, Aysha Aliyeva degan, ulardan ham so'raganman. Ular ham vaqtlarda ko'chib kelgandilar. Hammani fikri har xil bo'lgan. Kimgadir yoqqan, kimdir pushaymon bo'lgan. O'shaning uchun men hech kimga qayergadir ko'chib borishga hech qachon maslahat bermayman. O'zingizlarni chunki tajribalarga, o'zingizlarni hayotdan nimadir kutishingizga bog'liq bu narsa. Kimdir kelib pushaymon bo'lganlar ham bo'ldi. Voy kelmang, mana biz keldik, pushaymon bo'ldik, erim bilan urushib qoldik deganlar ko'p bo'ldi. Kelib ham mazza qilyapman, Xudoga shukr, yaxshi ham ko'chib kelibman deganlar ko'p bo'ldi. Sirasi bu qarorni bera olmaganman. Ancha so'raganman, surishtirganman, ikkilanganman. Keyin bismillah deb Xudoyimga tavakkal qilib, rasmana erim ham ko'ngli bo'ptimi? Men shu narsani ichimdan olib yo'qolib ketmayaptimi? Demak, qilib ko'rishim kerak. Menga bu yo'lda dugonalarim juda ham katta yordamchi bo'ldi. Даже bilasizlarmi, shunaqa qo'pol qilib aytish mumkin bo'lsa, qanaqa qilib tushuntirsam ekan? Devordan ham so'rardim-da, xullas ko'chsammi, ko'chmasammi deb qo'pol qilib aytganda hammadan so'rardim. Lekin dugonalarim nima degan, mana misolchi bitta Jamila degan o'rtog'imni zo'r gapi bo'lganki, "Kim keyin afsuslanib yurguncha qilib ko'ringlar. O'xshamasa yana qaytib ketishga hech kim ushab turmaydi bu yerda. Xohlaganinglarni qilasiz" degan. Rostdan ham o'ylab qoladim. Boramiz, ko'ramiz. Tajribamiz bo'ladi. Balki bizga yoqadi. Yoqmasa yana qaytib ketishga hech qachon kech bo'lmaydi. O'shaning uchun oldinroq men keldim bolalar bilan.
bu yoqlarda yerlashib dokumentlarni qilib ko'rish uchunki xo'jayinim ham kelib o'tdi. Endi stressli ishda bu ozgina erkak kishilarga bunaqa ishlar to'g'ri kelmaydi. Yangi joyga kelib srazu stress bo'lsa, o'shan bilan qolib ketadi miyada stressli joy bu yoq. Men keldim, dokumentlarni qildim, hammasi yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Maktablarga joylashtirdim. O'zim uylar qidirib ko'rdim. Menga yoqqan uylar sotilib ketdi. Erim kelguncha, lekin xayrlisi bilan Xudoga shukr, mana erim kelishlari bilan gazetda kelganlaridan keyin 5-kunda uy topdik. Oldik, joylashib oldik. Oxirigacha, конечно, joylasha olmadik. Вот. Lekin hozir mana sizlarga 5 minut ichida aytib berayotgan narsam aslida juda ham uzun surgan, qiyin bo'lgan, inson bo'ldi deya olmayman. Maza qilib keldik deya olmayman. Haqiqatan ham qiyin bo'ldi, psixologически ham qiyin bo'ldi. To'g'ri qilamanmi, yo'qmi, bolalar uchun to'g'rimi, xo'jayinim uchun to'g'ri bo'ladimi deb bularni juda ham ko'p uxlamasdan hayajonlanib, kameralarim ham hayajonlanib ketdi mana. Xo'jayinimga ham oson bo'lmagan. Xo'jayinim ham juda ham ko'p o'ylaganlar, lekin mana xo'jayinim shunaqa xarakterlari bor. Bitta qaror oldilarmi, bitta narsa aytdilarmi, bo'ldi. Shuni orqasida turadilar. Qilmaguncha tashab qo'yib ketdilar bu ishni. Orqaga yo'l yo'q deb bo'ldi. Shu qarorni oldingmi, shu bilan ketamiz deb. Ular mana qarorlarni oldilar. Ular nima ish qiladilar bu yoqda? Ular bu yoqda o'zlarini o'sha Turkiyadagi ishlarini davom ettiradilar. Turkiyada bo'lganimizda ham hayron qolardinglar. Namuncha yeringiz postoyanno yoninglarda ishlamaydilarmi deb. Xo'jayinim uzoqdan turib ham ishlarni boshqara oladilar. O'zlarining ofislari bor, yerlari bor. Ular o'shalarni uzoqdan ham upravlять qila oladilar. Sen o'rgana olmading bu yoqqa dedilar. Mana o'zi erim ham Izmirli emas, Antepli. Yurtidan u ham ancha 15 yil ko'chib kelgan bo'lsa, 15 yil уже даже 20 yil yashayotgan bo'lsa, "Mamata vatanimni sog'inmaganman, menga shu ham normal" deb aytardi. Ras sen o'rgana olmading, sen sog'inmasanmi, men sog'inmayman deb o'ylayman. O'shaning uchun davay deb qarorni ular ham berdilar. Men vaqtida vatanimni tark etib ketgan bo'lsam, mana muhabbatimni isbotlab, ular ham o'zlarining mana muhabbatlarini isbotlab, shunaqa qarorga kelib, mana ko'chib keldik, Xudoga shukr. Nimaga sizlarga men ko'chib kelishni maslahat bermayman? Hammada har xil tajriba, biz maza qilyapmiz. Men hech ham pushaymon emasman. Nabarot, ko'pchilik mana so'raydi, Turkiyadagi uyingizni sog'inmaysizmi deb. Qaytib ketishni o'ylasam, yuragim ichim ortiga tortib ketadi, o'y bo'lib ketadi. Yo'q, men mana shuni maza qilaman. Lekin siz ertaga ko'chib kelsangiz, yoki siz ko'chib ketsangiz boshqa shaharga hech farqi yo'q. Qanaqa bo'ladi? Hammani vaziyati har xil bo'ladi. O'shaning uchun ko'rmaguninglarcha, именно sizlarda qanaqa bo'lishini ko'rmaguninglarcha sizlar bila olmaysizlarki, o'shaning uchun to'g'ri qo'rqasizlar, undan bundan maslahat so'rab yurasizlar, yuraginglarni xohlayotganini qilib ko'ringlar. O'xshasa, o'xshadi, mazza, o'xshamasa ham, lekin tajriba qilib ko'rgan bo'lasizlar. Hech narsa yo'qotmaysizlar. Ozgina qiyin bo'ladi, lekin bu ham veselo. Tak, erimning oilasi qanaqa qaradi bunga? Erimning oilasi har doim hech ham erimning ishiga aralashmagan, qaynonam, qaynopalarim nima qaror olgan bo'lsa, xo'p derdilar. Hamma narsaga xo'p deyishardi, hech narsaga hech qachon yo'q deyishmadi. Siz shunaqa narsa xohlayotgan bo'lsanglar, qilaveringlar, mayli. Sizlar qattiq baxtli bo'lsanglar, bo'ringlar deb hech qachon nima qilishmagan. Lekin qaynonam bitta narsaga yo'q degan bizani hayotimizda shunaqa paytlar bo'lganki, turmush qurganimizdan keyin ancha farzandli bo'la olmaganmiz va bola asrab olishni qaror qilganmiz erim bilan. Menimcha bolamiz bo'lmaydi, asrab ola qolaylik deb o'sha payt hozir esimga kelib ketdi. Hech narsaga yo'l bo'lmaydi deganlarni eslab birga qaror berganmiz xo'jayinim bilan, keyin bironta bolani asrab olaylik deb dokumentlarni tayyorlashni boshlaymiz, surishtirganmiz, so'raganmiz. Keyin kattalarimizdan ham bir maslahatlashib ko'raylik deganlarda, o'shanda keyin qaynonam kategorически yo'q deganlar u narsaga. Faqat shunda yo'q deganlar. Qolgan hech narsamizga aralashmaydilar. Ko'chib kelayotgan bo'lsang, mayli, xayrlisi sen xohlayotgan bo'lsang, mayli ko'chib borgan o'g'lim, qattiq baxtli bo'lsanglar, o'sha yerda deganlar, yig'laganlar, конечно. Haligacha nevaralarini sog'inadilar, har kun telefonda gaplashamiz, почти har kun aldamay. Вот, shu. Endi yana vlogimni tomosha qilishga davom etinglar.
Like'la bosinglar, podpiska qilinglar, podelиться qilinglar. Endi xudo xolasa yana sizlarni aldamay bu safar aktivniroq bo'lishga harakat qilaman. Sizlar ham lekin поддержка qilinglar. Kommentariy yozinglar. O'qiyman, hammani kommentariylarini bitta o'qiyman. Like'la bosinglar, ha? Endi kelinglar Ahsan xonimdan so'raylik. Bolaga yo'qotganmikin? Da, потом Apashandan so'raymiz. Faqat ruscha gapiramiz. Qizim уже o'zbekchani tushunib qolgan. To'g'ri gapira olmaydi, ну, lekin tushunib qolgan. Dugonalar biz bilan gaplashsak, sirlashib, tushunadi, tushunib o'tiradi, bizani eshitib. Вот, Ahsan, честно скажи. Тебе нравится в Ташкенте жить? Да. Да, Что мне именно тоже. нравится? Ну-ка, расскажи свои впечатления, расскажи, свое мнение расскажи, что нравится. Вот мне тут нравится много гулять. Вот там тут же есть много игровые. Да. Вот мне нравится. А тут все просто özgürlük, всякая всячина. В Турции тоже хорошо, интересно, да? Море есть зато, да? Да, там тоже хорошо, это же твоя родина. А здесь тоже твоя родина. Там родина твоего папы, а здесь мамы, да? Ну где тебе вот, где бы ты хотела больше жить? Только честно, если в Турции тоже нормально, если здесь тоже нормально. Оба. Оба? Конечно, супер. Еще Мне лучше, тоже да? оба И нравятся. тут хорошо, и там хорошо, да? Летом там будем жить, а зимой здесь. Как тебе твоя школа? Нормально. Нормально? Что нравится, что не нравится? Мне нравится просто писать, описать, описать. Да, уроки делать чуть-чуть тяжело, да? А что нравится? Бегать по коридору, Ага. играться с друзьяшками. Вот с моими подписчицами играть. Мы с ними сегодня в туалете. У меня, оказывается, еще одна подруга появилась. Это Мухаммад Алинина сестра. А вот в тебе в Ташкенте какая еда понравилась больше? Гамбургер. Ну, гамбургер ты в Турции тоже кушала же? А что вот другое? Вот именно другой узбекский, вкусный. ага, который ты здесь попробовала и тебе понравилось. Нету? Ну, София Марел. Тебе здесь еда не понравилась, да? Ага. Марел и София. Мне просто гамбургер. И гамбургер нравится. И в Турции, и в Ташкенте гамбургер, и пицца, да? Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Ой, так классно! Ну-ка, а здесь у нас кто? Класс! Вообще классно, да? Не упадите, будьте осторожны. Мы летим! Да. Да, вот, идите, мечтайте, играйте. Умные люди назвали его Большим взрывом. И в результате этого взрыва появилось Солнце. Солнце – это горячий газовый шар, состоящий преимущественно из водорода и гелия. Его масса в 330 тысяч раз больше массы Земли. Вон, видите, это наша Земля, помашите ручкой. В общем, Солнце играет ключевую роль в поддержании жизни на Земле. С помощью него наши растения могут преобразовать. Отойди, отойди.
На руки собирай, на руки. Ana pesочницaga tashladim nyanka bilan. O'zim mana bunaqa gorkada uchgani ketyapman o'rtog'im bilan. Voy, hayajonlanyapman, qo'rqyapman. No. Bitta adrenalin qilaylik. Biz uyga keldik. Alpaslan charchab uxladi. Ahsan xonim esa mani kosmetikam bilan rasm chizib o'tiribdi. Так не делай, хорошо. Мои вещи не трогай, пожалуйста, ладно. Ты еще сама так намазалась. Красавица моя. Ну, у тебя очень красивая картинка получилась.